Yomon tush ko'rdingmi? Ha? Suv olib kelaymi? Yo'q, o'zim kelaman. Uchrashuv uchun rahmat, Yilmaz. Maza qildim. Seni baxtli ko'rish men uchun yoqimli. Lekin bir narsa meni xafa qildi. Nima? Sen chiroylisan. Boshqalarni e'tiborini tortmasliging kerak. Men bunga ahamiyat bermadim. Men ahamiyat berdim. Chunki begona ko'zlar senga qarayapti. Tinch hayotim. Jonim, men qo'ymayman. Çok kıskanç. Juda ham rashkchiman. Mendan boshqa hech kim senga qaramasligi kerak. Tamam canım. Lekin odamlarning ko'zini boylab qo'ya olmaysiz-ku. Evde kalacaksın. Uyda Hiçbir o'tirasan, yere hech qayerga chiqmaysan. Yilmaz. Tamom. Men aytganim bo'ladi. Yilmaz. Go'zalim. Nega xomush o'tiribsan? Uyursun. Bunu senden beklemiyorum Yılmaz. Jonim, Seni seviyorum. yaxshi ko'raman. Buna Rashk farkındayım qilaman. değil mi? Bunga haqqim bordir. Lekin oshirib oldim. Kaçırdınız. Kechir. Maylimi? Bir Boshqa daha unaqa qilmaysan? yapmayacak mısınız? Agar uyda o'tiradigan bo'lsang, Yapmam. rashk qilmayman. Yilmaz. O'qishimchi. O'zim olib borib, Kuduru. o'zim olib kelaman. Yilmaz. Ovora bo'lmayman. Men uchun qiyinchilik tug'dirmayman. Uyda o'tirasan, hech qayerga chiqmaysan deyapti. Xo'p, yaxshi-yu. Maza qilib uyda o'tirmaysanmi? Oygul, nimasi yaxshi? Hozir uyda o'tiradigan payt emas. O'qishim kerak. Hammasiga o'zing aybdorsan, xafa bo'lma Zilol. Yaxshi ko'rdim, etiga darrov osilib olmaslik kerak edi. Qayerdan bilaman shunaqaligini? Sevaman deganiga ishonibman. Qilgan ahmoqliging shu-da. Menga gap otganda parvo ham qilmagandim. Balkim vaqtinchadir. Yaxshi bo'lib ketar hammasi. Bir-birimizni tushunib ketarmiz. Shunaqa bo'lsa qani edi? Bugun Istanbul Yevropa qismiga bormoqchi. Tushunmadim. O'zing kecha urushding deyapsan. Endi sayohat. O'zi urushdinglarmi yoki yaxshimi hammasi? Oygul, to'g'risi o'zim ham hayronman. Uni tushunish qiyin. Bir qarasang, undan yaxshi odam yo'q. Bir qarasang, xullas, bilmadim. Lekin esingdan chiqarma. Yilmaz ham ko'rkam yigit, oshiqlari ko'p.
shunga ham rashk qilaman. Ey, rashkni boshingga urasanmi? Har holda Yilmazni qonuniy xotinisan. Boy xonadonda mazza qilib yashayapsan. Mazza qilmaysan bundan ko'ra. Oygul. Menga uni boyligi emas, muhabbati kerak. Boyligini nima qilaman? Boylar o'zi shunaqa bo'ladi. Bittasini uyda qo'yadi-yu, boshqasi bilan davron suradi. Ishonmayman. Ey, Zilol, buni hayot deydilar. Yilmaz ketdi. Mayli ketdim, bora Xo'p, qoling. bo'pti, bora qol. Mayli. Men senga nima degandim? Qo'yvor. Jinnimisan? Jinni bo'ldingmi? Senga mendan boshqa erkak qaramasin deganmanmi? Ularni o'zi qarasa men nima qilay? Chiqib bordi Jarson. Xotinimga qaramaylar deb ayt. Hamma sendan kular jinni deb o'ylayib. Kimni jinni deyapsan ey? Hozir menga qo'l ko'tardingmi? Menga qara. Xohlaganimni qilaman. Nima qila olaysan? Jinni bo'lib qolsan. Aqldan ozdingmi? Qani bir paytga meni sevib yurgan Yilmaz. Sen menikisan. O'sha Yilmaz menman. Meni xotinimsan. Senga birovlar qarash uchun uylanmadim. Tushunarlimi? Jinni bo'lib qolsan. Ko'zi bor odam qariydi de. Deyapsan. Demak sen Esingni yeb qo'yibsan. Bor davolat. Jinni. tamom. O'shir ovozingni. Bugundan boshlab uy qamog'i. Cho'rxonaga. Yilmaz. Alo. Oyi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dadam yaxshimilar? Zalola, senmisan jon qizim? O'zing yaxshimisan? Kuyovim yaxshimi? Yaxshiman oyi. Ular ishga ketdilar. Men uyda qoldim. Nega? O'qishingchi? Kuyovingiz rosa mehribonlar oyi. Ozgina mazam bo'lmadi. Bugun damini ol. Uyda qol deb aytdilar. Tuzalmasam shifokor jo'natar ekanlar. Mehribon kuyovimdan o'zim o'rgilay. Ular rosa mehribonlar. Sendan endi ko'nglim tinch qizim. Mendan xavotir olmang. Voy. Yig'layapsanmi Zalola? Hammasi joyida. Sizlarni sog'indim oyi. Senga qarayu. Turkiyaga ketganingga 3 yildan oshib ketdi-yu. Birinchi marta sog'indim deb yig'layapsanmi, bolam? Turkiyada qolganimga xafa bo'lmadingizmi? Hammamiz rozi. O'sha yerda to'p qo'yib, palak ot, baxtli bo'l. Peshonangda Turkiya deb yozilgan bo'lsa, biz nima ham qila olardik, jon bolam? Xo'p oyim. Sizni rosa ham yaxshi ko'raman. Bo'pti. Uyingdagilarga salom et. Mayli oyim. Yaxshi o'tiringlar. Bo'pti. Xo'p, qizim.
Nega onangga qo'ng'iroq qilding? arading? Meni yomonladingmi? Sendan so'rayapman, nimaga qo'ng'iroq qilding? Oyim sizga salom aytdilar. Oygul qo'ng'iroq qildi. Telefonimni neden cevap Ne javob bermading? Hech kim bilan gaplashgim kelmayapti. To'g'ri Doğru qilasan. yapıyorsun. Ama sana Aygül ile görüşme. Oygul bilan ko'rishishingga ruxsat beraman. Boshqasiga emas. Ertaga o'qishga okula borasan. gideceksin. Ben bir Darsing tugashi bilan bana menga telefon qo'ng'iroq qilasan. edeceksin. Senga tushunolmayapman Yilmaz. Ichingda nurmi, soyam. Alo, Allo, nima deysan? kech bo'ldi, qayerdasan? Kech oldu, neredesin? Ne Nima işin ishing var? bor? Anig'ini bilishing kerakmi? Gerekiyor. Gece Klubdaman, uyku do'stlarim değil, bilan. ilgileniyorum. Qachon qaytasan? Ne zaman Şafak. Tong otganda. Har kuni kech qaytadi. Meni uydan ham chiqarmayapti. Faqat sen bilan gaplashishga ruxsat beradi. Yilmaz shunaqa yigit ekanmi? O'zim ham hayronman, to'g'risi. Kech keladi. Kunor ichib keladi. U ham mayli. Qo'l ko'taradigan odat chiqargan. Nima? Hali qo'l ko'taradiganmi? Adashdim. Qattiq adashdim. Avval uni o'rgansam bo'lar ekan. Tavba. Ishonasanmi? Men uni umuman boshqacha tasavvur qilgandim. Unga tekkan qiz baxtli yashaydi deb o'ylagandim. O'zgarib qolgan. Menga kun bermayapti. Xo'p. Endi nima qilmoqchisan? Ajrashaman. Sen yedingmi? Oygul, bunaqa yashab bo'lmaydi. Boshqa chidolmayman. Xo'p, ajrashding ham deylik. Keyin nima qilasan? Yaqinda o'qishimiz tugaydi-ku. Uyga qaytaman. Bilmadim. Yilmazsan shunday ketishingga qo'yarmikin? Boshqa chidolmayman. To'g'risi, umrim oxirigacha unaqa zindonda o'tishini xohlamayman. Zilol, lekin yaxshilab o'ylab ko'r. O'ylaydigan narsa yo'q. Bo'ldi. Qarorim jiddiy. Undan shafqat kutish bir yaxshi bo'lib qoladi, keyin shu yaxshiligini burningdan buloqib chiqarib oladi. Bu turishda meni ado qiladi o'rtoq. Yonimda qizlar bilan gaplashadi. Bir yil yashab, tavbamga tayandim. Bo'ldi, ajrashaman. Boshqa chidolmayman. Yilmaz, yana ichdingmi? Soat 2 bo'ldi, muncha qolib ketding. Mashq ahvolingda mashina boshqardingmi? Qo'llamıyorsun. Yana Neden bizim tergayapsanmi? hala Tushunmadim. hanımı tanıyor musun? To'xta. Yönetip Epliymi? vereyim. Nima Para qo'rqyapsanmi? vereyim. Bunaqa yurishlaring jonimga tegib ketdi, Yaptıklarımdan to'g'risi. çıkaramam. Ishing Yürüyorum. bo'lmasa. İşine Xohlagan karışma. Bu Bo'ldi, yeter. tavırların canımı Ajrashamiz. Boshqa chidolmayman. Neyi? Başaracaksın. Qo'yib yubor. O'ylab gapiryapsanmi? Evet. Bo'ldi, Elimi menga ketaman, hol qo'lingni. belim ağrıyor. Yana bir marta
Shu gapni tilingga oladigan bo'lsang, xonaga qamab qo'yaman. Ochlikdan o'lasan, tushundingmi? Unaqa qilmaysan. Bo'ldi, jim turmayman. Sessiz Politsiya chaqiraman. Polisi Hey. Jonga tegdi hammasi. Internetga tarqatib yuboraman. Ota-onaning oldida bir hurmating yer bosin. O'zingdan ketibsan. Sessiz ağlıyor sana. Deyman. Zilola. Shu ishingni bekor qilding. Yaqinda xizmatchi olmoqchi edim. Men bilan rohat farog'atda yashirding. Bunaqa rohatda yashagandan ko'ra yashamagan yaxshi. Hali qilgan ishingga pushaymon bo'lasan. Zilola.